Aziz pensionerlar va ularning farzandlari bugungi ma'lumot juda muhim. 1904 yildan 1915 yilgacha tug'ilgan pensionerlar shu oydan boshlab yangi tekshiruv jarayoniga duch kelishi mumkin. Bu gap har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, buyimiz, bobomiz yoki qarindoshimiz pensiya oladi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu tekshiruv nimani anglatadi? Kim xavotir olishi kerak? Kim bemalol bo'lishi mumkin? Qanday hujjatlar tayyor turishi zarur va eng muhimi, pensiya to'xtab qolmasligi uchun nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumotni boshqa pensionerlarga ham yetkazish juda zarur. Avval pensiya tizimida ko'p ishlar odat bo'yicha yurardi. Pensioner pensiyani bank kartasiga olardi yoki naqd shaklda olardi. Hujjatlar bir marta rasmiylashtirilgan bo'lsa, ko'p hollarda yillar davomida qayta tekshirilmas edi. Masalan, odam 60 yoshda pensiyaga chiqqan, pasporti, mehnat daftarchasi, ish staji, ish haqi ma'lumotlari asosida pensiya tayinlangan. Keyin u har oy belgilangan sanada pulini olib kelgan. Agar yashash joyi o'zgarmasa, hujjatida katta xato bo'lmasa, pensiya odatda davom etavergan. Endi esa tizimda nazorat kuchaymoqda. Buning asosiy sababi shuki, davlat pensiya pullari haqiqatan ham egasiga yetib borayotganini, hujjatlarda xato yoki takrorlanish yo'qligini, odamning yashash holati, shaxsiy ma'lumotlari va to'lov rekvizitlari to'g'ri ekanini aniqlamoqchi. Bu tekshiruv hammani jazolash uchun emas, balki tizimni tartibga solish uchun qilinadi. Lekin oddiy odam uchun muammo shundaki, agar hujjatlarda kichik xato bo'lsa ham, pensiya vaqtincha ushlanib qolishi, qayta aniqlashtirish talab qilinishi yoki odam idoraga borishga majbur bo'lishi mumkin. Men eng boshidan aytaman. Yangi tekshiruv degani hamma pensionerning pensiyasi olib qo'yiladi degani emas. Bu noto'g'ri vahima. Lekin tekshiruvga beparvo qarash ham xato. Ayniqsa 1935 yillarda tug'ilganlar orasida hujjatlari eski bo'lgan. Pasporti yangilangan, familiyasi o'zgargan, yashash manzili boshqa joyga ko'chgan, pensiyani farzandi orqali olib yurgan yoki bank kartasi faol ishlamayotgan odamlar bo'lsa, ularda savol tug'ilishi mumkin. Birinchi navbatda. Men sizga kimlar ko'proq e'tiborli bo'lish kerakligini tushuntiraman. 1930 yilda tug'ilgan odam bugun 90 yoshdan oshgan bo'ladi. Bunday yoshdagi pensionerlarning ko'pchiligi mustaqil ravishda idoraga bora olmaydi. Pensiyani ko'pincha farzandi, nevarasi yoki ishonchnoma orqali boshqa odam olib beradi. Aynan mana shu holatda tekshiruv paytida savol tug'ilishi mumkin. Pensionerning o'zi tirikmi? Yashash manzili to'g'rimi? Ishonchnoma muddati tugamaganmi? Bank kartasidan kim foydalanmoqda? Masalan, 1968 yilda tug'ilgan Halima aya pensiyasini kartaga oladi. Kartani esa o'g'li bankomatdan yechib beradi. Agar bank tizimida karta uzoq vaqt faqat bir xil joydan yechilsa, pensionerning shaxsan o'zi bankka bormagan bo'lsa, ayrim holatlarda aniqlashtirish so'ralishi mumkin. Bu Halima ayaning pensiyasi bekor qilinadi degani emas. Faqat uning shaxsiy holati tasdiqlanishi kerak bo'lishi mumkin. Buning uchun pasport yoki ID karta, yashash manzili kerak bo'lsa, shifokor yoki mahalla orqali tasdiq talab qilinadi. Ikkinchi guruh. 1935 yillarda tug'ilgan pensionerlar. Bu odamlarning bir qismi yaqinda pensiyaga chiqqan yoki hali ishlashni davom ettirayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, 1934 yilda tug'ilgan erkak ayrim sharoitlarda yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki imtiyozli pensiya olishi mumkin. Agar u rasmiy ishlayotgan bo'lsa, pensiya miqdori, ustamalar, nafaqa turi va daromad ma'lumotlari qayta solishtirilishi ehtimoli bor. Bu yerda asosiy masala. Odam bir vaqtning o'zida qaysi to'lovlarni olyapti? Ular qonuniy asosda berilyaptimi, ortiqcha to'lov bo'lmaganmi? Keling, oddiy misol bilan tushuntiraman. Sobir aka 1960 yilda tug'ilgan. U 25 yil zavodda ishlagan. Keyin 10 yil kichik firmada norasmiy ishlagan. Pensiyaga chiqqanda mehnat daftarchasida faqat zavoddagi staji ko'ringan. Keyin arxivdan qo'shimcha ma'lumot topilgan. Agar tekshiruvda uning ish staji qayta ko'rib chiqilsa, bu ba'zan pensiyaning o'shishiga ham olib kelishi mumkin. Demak, tekshiruv faqat yomon narsa emas. Ayrim odamlar ilgari hisobga kirmagan, ish stajini tasdiqlab, pensiyasini ko'paytirib olishi mumkin. Yana bir misol. Oysulub opa 1947 yilda tug'ilgan. Turmushga chiqqandan keyin familiyasi 2 marta o'zgargan. Eski mehnat daftarchasida qizlik familiyasi, pasportida esa hozirgi familiyasi yozilgan.
Agar hujjatlar orasida bog'liqlik aniq ko'rinmasa, tizim bu bir odammi yoki boshqa odammi degan savol qo'yishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat yoki fohadimaga ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Ko'pchilik aynan shu joyda qiynaladi. Chunki men 30 yildan beri shu familiyada yuribman deydi. Lekin tizim uchun og'zaki gap emas, hujjat muhim. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pasportingiz yoki ID kartangiz yangilangan, yashash manzilingiz to'g'ri, pensiya bank kartangiz o'zingizning nomingizda, har oy to'lov muntazam tushyapti. Hech qanday xabarnoma kelmagan, hujjatlaringizda familiya, tug'ilgan sana, otasining ismi bo'yicha xatolik yo'q bo'lsa, ortiqcha vahimaga tushmang. Lekin baribir hujjatlaringizni bir joyga jamlab qo'yganingiz yaxshi. Chunki tekshiruv bugun sizga kelmasa, ertaga umumiy aniqlashtirish paytida kerak bo'lishi mumkin. Tekshiruvda eng ko'p uchraydigan sabablar bor. Birinchisi, shaxsni tasdiqlash. Ya'ni pensioner haqiqatan ham o'zi pensiya olyaptimi? Ikkinchisi, yashash joyi. Ba'zi pensionerlar bir viloyatdan boshqasiga ko'chib ketadi. Lekin pensiya hujjatlari eski hududda qoladi. Uchinchisi, bank kartasi va to'lov usuli. Karta muddati tugagan, karta bloklangan yoki boshqa odam muntazam pul yechayotgan bo'lishi mumkin. To'rtinchisi, hujjatdagi tafovutlar. Tug'ilgan sana bir joyda 1925 yil, boshqa joyda 1956 yil bo'lib qolgan holatlar ham uchraydi. Beshinchisi, ortiqcha yoki noto'g'ri to'lovlar. Masalan, bir nafaqani olish huquqi tugagan, lekin ma'lumot vaqtida yangilanmagan bo'lishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, tekshiruvga chaqirilgan odam darhol meni pensiyadan mahrum qilishmoqchi deb o'ylamasin. Ko'pincha idora faqat ma'lumotni to'g'rilashni xohlaydi. Masalan, eski pasport raqami tizimda qolgan, yangi ID karta raqami kiritilmagan bo'lishi mumkin. Buni tuzatish uchun bir marta borib ariza yozish kifoya qiladi. Ikkinchi nozik jihat. Telefon orqali kelgan har qanday qo'ng'iroqqa ishonmang. Hozir firibgarlar ham ko'paygan. Ular pensiyangiz tekshiruvdan o'tyapti, kartangiz raqamini ayting, SMS kodni yuboring deyishi mumkin. Men qat'iy aytaman. Hech qachon bank kartangizning to'liq raqamini, amal qilish muddatini, SMS kodni, PIN kodni hech kimga aytmang. Haqiqiy davlat idorasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni darhol to'xtating va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Uchinchi nozik jihat, ishonchnoma masalasi. Ko'p yosh katta pensionerlar pensiyasini farzandi orqali oladi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin. Lekin ishonchnoma muddati, mazmuni va rasmiyligi to'g'ri bo'lishi kerak. Agar ishonchnoma 1 yilga berilgan bo'lsa va muddati tugagan bo'lsa, farzand men doim olib yurardim deb pulni olishda davom eta olmaydi. Yangi ishonchnoma kerak bo'ladi. Agar pensioner yotib qolgan bo'lsa, notariusni uyga chaqirish, mahalla yoki tibbiy muassasa orqali tasdiq masalasini so'rash kerak bo'ladi. To'rtinchi nozik jihat. Xorijda yashab turgan pensionerlar. Ba'zi odamlar farzandlari yoniga boshqa davlatga ketgan, lekin pensiyasi O'zbekistondagi kartaga tushib turgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda yashash holati shaxsning tirikligi, doimiy yashash manzili, to'lovni olish tartibi bo'yicha qo'shimcha tasdiqlar talab qilinishi mumkin. Agar odam uzoq muddat chetda bo'lsa, oldindan maslahat olish zarur. Aks holda ma'lumotlar mos kelmagani sabab to'lov vaqtincha ushlanishi mumkin. 5-nozik jihat, nogironlik pensiyasi va nafaqalar. Agar pensioner yoshga doir pensiya emas, nogironlik asosida to'lov olayotgan bo'lsa, tibbiy xulosa muddati, guruh darajasi, qayta ko'rik sanasi muhim. Ba'zi nogironlik guruhlari muddatsiz bo'ladi, ba'zilari esa ma'lum muddatga beriladi. Agar qayta ko'rik sanasi o'tib ketgan bo'lsa, to'lov bo'yicha savol tug'ilishi tabiiy. Shuning uchun tibbiy hujjatlarni alohida papkada saqlang. 6-nozik jihat, ortiqcha to'lov qaytarilishi masalasi. Agar tekshiruv paytida odam huquqi bo'lmagan to'lovni bir necha oy yoki bir necha yil olgani aniqlansa, ayrim holatlarda ortiqcha summa qaytarilishi so'ralishi mumkin. Masalan, nafaqa olish uchun ma'lum shart tugagan. Lekin bu haqda idoraga xabar berilmagan. Shunda men bilmagandim degan gap har doim ham yordam bermaydi. Shuning uchun har qanday o'zgarish, ishga kirish, yashash joyini o'zgartirish, bank kartasini almashtirish, familiya o'zgarishi, nogironlik hujjati yangilanishi haqida tegishli idoraga vaqtida xabar berish kerak. 7-nozik jihat, hujjatdagi bir harf ham muammo bo'lishi mumkin. Masalan, pasportda Abdurahmon yozilgan. Mehnat daftarchasida Abdurahmon yozilgan.
yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 10 may, boshqasida 11 may. Oddiy odam uchun bu mayda narsa, lekin elektron tizim uchun bu boshqa shaxsdek ko'rinishi mumkin. Bunday holatda arxiv ma'lumotnomasi sud orqali faktni belgilash yoki ya tuzatish kerak bo'lishi mumkin. Bu jarayon vaqt oladi. Shuning uchun hujjatlarni oldindan tekshirish eng to'g'ri yo'l. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, uyda barcha pensiya hujjatlarini bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, bank kartasi ma'lumotlari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosalar, ishonchnoma nusxasi. Arxiv ma'lumotnomalari bir joyda tursin. Pensionerning farzandlari ham bu papka qayerda ekanini bilsin. Ikkinchi qadam, ma'lumotlaringizni solishtiring. Pasportda ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana boshqa hujjatlardagi yozuvlar bilan bir xilni tekshiring. Agar farq bo'lsa keyin ko'ramiz demang. Avval mahalla, FHDYO arxiv yoki pensiya bo'limidan maslahat oling. Qaysi hujjat asosiy hisoblanadi? Qaysi biri tuzatilishi kerak? Shuni aniqlang. Uchinchi qadam, yashash manzilingizni tekshiring. Agar siz boshqa tumanga yoki boshqa viloyatga ko'chgan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish ma'lumotingiz yangilanganmi? Pensiya hujjatlarida shu manzil ko'rsatilganmi? Biling. Ko'p muammo aynan eski manzil sabab chiqadi. Xabarnoma eski uyga boradi, pensioner esa bilmay qoladi. Keyin nega pensiyam kechikdi degan savol tug'iladi. 4-qadam. Bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? Telefon raqam sizning nomingizdami? SMS xabarlar keladimi? Bank ilovasida muammo yo'qmi? Agar pensioner o'zi telefondan foydalana olmasa, ishonchli farzandi yordam bersin, lekin SMS kod va PIN kodni hech kimga tarqatmasin. Bankka borganingizda faqat rasmiy xodim bilan gaplashing. Ko'chadagi yordam beraman degan odamlarga kartani bermang. 5-qadam. Agar chaqiruv yoki xabar kelsa, kechiktirmang. Xabarda qaysi idoraga, qaysi sanada, qaysi hujjatlar bilan borish kerakligi yozilgan bo'lsa, shuni bajaring. Agar pensioner bora olmasa, farzandi oldindan qo'ng'iroq qilib, uyga kelib ko'rish yoki vakil orqali topshirish tartibini so'rasin. Har bir idorada tartib biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun taxmin bilan yurmaslik kerak. 6-qadam, ariza yozishda aniq yozing. Masalan, mening pensiya to'lovim bo'yicha ma'lumotlarimni tekshirib, pasport ma'lumotlarimni yangilab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar familiya farqi bo'lsa, mehnat daftarchamdagi familiya bilan hozirgi pasportimdagi familiya o'rtasidagi bog'liqlikni tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilaman deb ko'rsating. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Topshirganingiz haqida kirim raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. 7-qadam, hammasini yozib boring. Qaysi kuni qayerga bordingiz, kim bilan gaplashdingiz, qanday hujjat topshirdingiz, qaysi raqamga murojaat qildingiz, barchasini daftar yoki telefonga yozing. Bu juda oddiy tuyuladi, lekin keyin nizoli vaziyatda yordam beradi. Ayniqsa katta yoshli odamlar ko'p narsani eslab qolishi qiyin bo'ladi. Farzandlar bu ishda yordam berish kerak. 8-qadam, agar pensiya kechiksa, darhol sababini aniqlang. Birinchi kuniyoq vahima qilmasdan bankdan to'lov tushgan-tushmaganini tekshiring. Keyin pensiya bo'limi yoki tegishli ijtimoiy himoya idorasiga murojaat qiling. Menga pensiya tushmadi. Sababini yozma ravishda tushuntirib bering deb so'rash mumkin. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar hujjat yetishmasa, aynan qaysi hujjat kerakligini yozdirib oling. 9-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men pensiyangizni oshirib beraman, tekshiruvdan o'tkazib qo'yaman, idoralarda tanishim bor degan gaplarga ishonmang. Pensiya masalalari rasmiy hujjat va qonuniy tartib bilan hal qilinadi. Pul berib tezlashtirishga urinish keyinchalik yanada katta muammo tug'dirishi mumkin. Agar kimdir pul so'rasa, uning ism familiyasini, ish joyini so'rang va rasmiy rahbariyatga murojaat qiling. 10-qadam, farzandlar mas'uliyatni o'z zimmasiga olsin. Men bu videoni faqat pensionerlar emas, ularning bolalari ham ko'rishini xohlayman. Chunki keyin tug'ilgan yoshli ota-onadan hujjatingni to'g'rila deb kutish adolatli emas. Farzandlar bir kun vaqt ajratib hujjatlarni ko'rib chiqsa, bank kartasini tekshirsa, ishonchnoma muddatini bilsa, katta muammolarning oldi olinadi. Bir oy kech qolish ba'zan pensiyaning ushlanishiga, keyin esa bir necha hafta yugurishga olib keladi. Bugun gapning eng muhim mazmuni shuki, 1930-1935 yillarda tug'ilgan pensionerlar uchun
yangi tekshiruv xavf emas. Lekin unga beparvo qarash mumkin emas. Hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, shaxsingiz tasdiq bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash manzilingiz aniq bo'lsa, odatda jiddiy muammo bo'lmaydi. Lekin hujjatda xato, familiya farqi, eski manzil, muddati tugagan ishonchnoma yoki bank kartasi muammosi bo'lsa, buni hozirdan tuzatish kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugün hujjatlarni papkaga yig'ing, pasport ma'lumotlarini solishtiring. Bank kartasini tekshiring va agar biror noaniqlik bo'lsa, tegishli idoraga murojaat qiling. Shu oddiy qadamlar pensiya kechikishi yoki to'xtab qolishining oldini oladi. Sizning oilangizda pensioner bormi? Hujjatlarda muammo chiqqanmi? Tekshiruv bo'yicha xabar kelganmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz va qarindoshlaringizga yuboring. Bitta ulashilgan video bir pensionerning pensiyasi vaqtida tushishiga sabab bo'lishi mumkin.